qilaman degan odam borku, mashinani bahona qilmaydi. Meniki Matiz, meniki Spark deb turib. Qilaman degan odam любой ishni qiladi. Mana yerda bo'lish kerak. Mana yerda bo'lmasa foydasi yo'q. Alloh ham aytib qo'yibdi-da, sababini qilib qo'y, men senga beray deb qo'yibdi. Demak, Damas'ni bosh to'lovini sindirib beramizmi? Hech kim bera olmaydigan qilib beramiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun bosh to'lovini 2,5 ming demaymiz Sardor. 2400 ham demaymiz. Bor bo'lsa xalqimizga bo'lsin. 2300 ham demaymiz uka. Bo'lsa aka-uka, opa-singillarimizga bo'lsin. 2200 ham demaymiz. Inson bo'lgan bir so'zlik, lek bo'lma 200lik deydi-ku, bekorga aytmaydi. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun bu avtomashinani bosh to'lovi $2000 bilan to'lab, barcha rasxodlaringiz ichida olib chiqib ketishlaringiz mumkin aziz yurtdoshlar. Endi esa aziz yurtdoshlar, 5 yilligiga kerak bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovi $2250 bilan oylik to'lovi 3,3 million so'mda tashkil qiladi. Bemalol kelib olib ketishlaring mumkin.